Toshkent City Boulevardagi 100 kvadrat metrlik kvartiramizda qurilish ishlari yakunlandi. Hozir sizni qilingan ishlar bilan tanishtiraman ketdik. Kiraverishimiz bilan bizani hol kutib oladi. Kundalik ishlar, stresslardan charchab, miyangiz dam olish uchun xuddi shunaqa yorqin ranglardan biz foydalanganmiz. Undan tashqari, mana 360 gradusga aylanadigan divanda siz bemalol o'tirib o'yin o'ynashingiz yoki bo'lmasa PlayStation o'ynab televizor ko'rib o'tirishingiz mumkin. Lyustraga bo'lsa alohida e'tibor berib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Endi sizga oshxonani ko'rsataman. Bodga kirganingizda sizni juda ham shinam, ixchamgina kuxnya kutib oladi. Oshxonamiz kichkina ko'ringani bilan, lekin juda ham shinam. Hoffman brendidagi mahsulotlardan foydalanganmiz. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Gaz plita. Bu yoqqa posudomoyka joylab berganmiz. Juda ham udobniy qilingan ayollarimiz uchun. Undan tashqari rakvina 5 xil pozitsiyada yonadi va albatta skritli qilib xolodilnikni ham shkafi ichiga joylab berganmiz. Bu ham Hoffman brendidan. Undan tashqari bu yerda mikrovolnovый pech, duxovka va isitish tizimlarini bu shkafimizga joylaganmiz va idish tovoq, anjom qo'yish uchun juda ham ko'p shkaflar mavjud va idish tovog'igacha qo'yib berganmiz. Bunaqa oshxona ancha-muncha ayollarimizni orzusi bo'lib hisoblanadi. Agar qilgan ishlarimiz sizga yoqqan bo'lsa, aynan shu xizmatlardan siz ham foydalanmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, Sav Building jamoasiga murojaat qiling.